Ey bir Uygur oygan uygun yeter. Sende mal yok emdi kesse can keter. Bu ölümdün özünni kutmuzmusan? Ah senin halın xatar. Bu ölümdün özünni kutmuzmusan? Ah senin halın xatar. Benim ucansız ah okşaydu tenin. Şuna yok mu anti ölümdün benim? Sırsın kömürlemayla yatsen, Oyganmay ölmek kimu sen çup etin. Sırsın kömürlemayla yatsen, Oyganmay ölmek kimu sen çup etin. Hop dedim beşin kötür uyduğunu aç, Yakidun basini kestanini şaç. Göz etraf toptan bakmasa, Ölüsen armandı bir gün nailaz. Uygan, Uygur'un Uygan, Uygur'un Uygan, Uygur'un Uygan, Uygur'un Uygan. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Assalamu alaikum qarindoshlar, Arslon Live'ga hoş geldinglar. Bugünkü temamiz bo'lsa, 2 kun bo'ldi, shu munozara temasi qiziqib qoldi. Endi qarindoshlar, bugun inshaalloh 3 nuqtada to'xtalaman. Birinchisi, nima uchun munozara qilish kerak? Munozara bek muhim qarindoshlar. Bo'pmi biz chet elda borgan sari necha guruhga ayrilib, masalan burunqi mayli ba'zi Uyg'urlarimiz film ishildi, kino ishildi, shu Uyg'ur genosid haqida va yoki burunqi namoyishlarimiz bo'lsa, qarasangiz hozirgi bo'linib ketgan guruhlar va yoki shaxslar shu chog'larda 2017, 18, 19larda bir satda turib namoyish qilganlar bo'ldi. Men buni ko'rib sal afsuslandim, chunki zulm ko'rayotgan bizning tuqqanlarimiz, hammamiz Uyg'ur, hammamiz gerçi men u yerda tug'ilib cho'ng bo'lmasammi, bizning ota-onalarimiz shu yerdan kelgan hamdi. Bizning bir parchamiz bor, hammanglar popmu chetlarda tug'ilgan bolalar, hammamiz exile'da tug'ildik, surgunda tug'ilgan bolalarda deb hisoblanaman. Shuningga chuqum mencha biz o kadar Xitoylikqa qarshi o'chmanlik qilgandek o'zimizning Uyg'urlarga unda o'chmanlik qilsak bo'lmaydi. Endi bir debate'ga, bir munoziraga chaqirib qo'ydik deb shunchalik til ahonatga qoldik. Mayli, that's not a problem for me, u bir issue emas. Menga nisbatan shunaq o'xshamagan fikrlardagi insonlar haqqancha bo'lib ketsinmi, hatto o'xshash WhatsApp toplarda bo'lish kerak. Ancha muncha bir dialog, ancha muncha bir communication aramızda bo'lish kerak. Bo'lmasa mushtaq xato tushunishlik, birisi-birisini munofiq deyotgan, birisi-birisini bu bir o'yin, ya bu bir ya you don't know chu, darhol bizning salla fikrimiz o'xshamay qolsa, uy buning niyati nagacha, bu Xitoyga ishlayapti, bu munofiqmi? Bundaq gaplarni aramizda bek jiqiyversa qarindoshlar, bu da'vo hech kim kelmaydi. Namoyishlarimiz bo'sh qarindoshlar. Namoyishdagi insonlar hech kim kelmaydi. Xitoydan qo'rqashdan bekerak birsimizning o'zimizdan qo'rqaydan bo'lib qoldik. Shuninga bunda dialoglar bir araya kelib, assalomu alaykum, alaykum assalom deyish bu shart. Haqqancha Türklarda bir gap bor. İş başqa, aşk başqa deb. Menga nisbatan birisining siyosiy ko'z qarashi qandala bo'lsin va yoki qanday tashkilotni qo'llasimi, yanala shaxsiy hayotida, sosyal hayotida bu kishi bilan normal, agar xohlasa bir chini choy, ya'ni o'tirib qilalishi kerak ya. Ya'ni so'nishda hammamiz Uyg'ur, bu yerda nurg'unlarimiz biz narsani yezib qo'yamiz. Voy ajab, yaxshi yezib o'tdingiz, yaxshi davaldingiz. Xuddi bir narsani futqandek. Qarindoshlar, hech qaysimiz qaysi tashkilotda bo'ling, qaysi ko'z qarashda bo'ling, hech nimani futmadik 75 yilning yoqi tamoman Xitoy bizga qarshi futyapti. Bu yerda faqat 2 guruh bor, Xitoy bor, Uyg'urlar bor, xolos. Shuni bu yerda davaldim deb topda va yoki benim yezib oldim deb o o'zimizning Uyg'urlarga qarshi hech nima futmaymiz, hech nima, only China is winning. Faqat Xitoylar futyapti. Endi şimdi bu yerda qaysi kuni Mehmet To'xti akamizning gapini aldinglar. Yaxshi, okey. Shu shaklda javob qaytag'iz kelib qopti. Men ruxsatini olib turib, akama gapingizni paylasam bo'lamdi degan chog'da u okey degandan keyin men saypamga chiqarib qo'ydim. Chiroyliqcha
mening talabimni, mening taklifimni rad qildi. O'zining fikrini shu shaklda qo'ydi. Endi menga nisbatan fikrlari endi shundoq confident bo'lib dedi-da, endi o'z güven bilan shu gaplarni qilgandan keyin, o'ziga ishonib turib degandan keyin, shu gaplarni asli shu munozaraga chiqish kerak, chiqib kerak deyish kerak edi. Endi nurg'un insonlar deydi, endi demasimi Mehmet To'xti nayt cho'ng ishlarni qilyapti, nayt cho'ng adam endi. Shunda bo'lsa-mi, miyadagi gap Dilyar Musobayga qarshi davilish emas. U yerdagi o'zining va yoki qurultayga vakolatdan qilib qolsa, shu gapini, ya'ni xalq anglab qolsin. Ya'ni bir maydonga chiqib xalq anglab qolsin. Masalan bir ikki futbol komanda bo'lsin, bir futbol komanda o'zi bilan o'zi mashq qilib, o'zining adamlarini stadionga to'shqizib bilan o'zi bilan o'zi o'ynab ketsa, hech kim bormaydi, hech kim ko'maydi. U takımning, o futbol teamning, o futbol komandaning yaxshi o'ynamdi, yaxshi o'ynamdi bilamaymiz-ki. Mana munozirada degil bo'ldi. Endi munozira degani ham bundaq qiyinlashlar. O ikki odamni ekranga chiqarib qo'yib, voqea-joqi qilmaydi. U yerda vaqt o'lchimi bo'ldi, vaqt bekitib qo'yma. Vaqt bekitgan chog'da, masalan, Mehmet To'xti apandi masalan chiqqan bo'lsa, vaqt bekitib qo'yma. U chog'da masalan technically Dilyarning mikrofonni itib qo'yatdim. Va yoki Dilyarga qilgan bo'lsa, Mehmet To'xti apandimning mikrofonni itib qo'yatdim. 5 minutdan savollar orqali deyishatdi. U yerda chiqib va deb vaqirab unda qildigan ish yo'q edi. Memnun nurg'un bir necha qitim masalan Xitoylar bilan munozara qilmayman debdi Mehmet To'xti akash. Men shu Xitoy propagandachi qilgan insonlar bilan munozara qildim. Chunki men Twitterlarda, boshqa sosyal media asboblarda men cho'ng gap qilgandan keyin, cho'ng gap qilganim nima? Bular Uyg'ur genocide is fake deydi, yolg'on deydi. Men Uyg'ur genocide is real deyman. Uyg'ur irqiy qirg'inchilik rost deyman. Shuning bilan Arslan gapingda turamsa, ajab po'ga ketding degandan keyin menga menda munda isbotlarim bor, Uyg'ur genocide haqiqat deb degandan keyin biz tushimiz. Masalan, yaqin balki ko'rgansizlar, Jackson Hinkle men hammanglarga tushuntirishim kerak yo'q. Meni debate'ga chaqirdi. Men ma'qul chiqili dedim. Keyin u odam yondi. U odamning necha million takipchisi bor. Keyin o'zi qo'rqib qilib, o'zi bu ishning hujjatini chiqarmaydiganligini bilib turib, keyin o'zi rad qildi bu ishni. Ya'ni, madem cho'ng gap qilgandan keyin o'zini nimda ko'zish kerak. Xeyr, bo'pti, shu shaklda javob berishni xohlabdi. Shuning bilan men hech bir zaman Mehmet To'xti apandining ba'zilar debdi, Arslan sen sababchi, sen bu odamning yuzini tushiribsan. Men shaxsan bu odamning yuzi tushdimi, tushmidi, ben buning hukmini men qilmayman, asla qilmayman. Yuzini tushib ketdi deganlar bo'lsa, tushagini men emas. Jumlani bitagim yo'q. Men emas qilib. Xeyr. Şimdi eğer şu münazara çıkan olsa iş bu. Bu münazara meselesi bana nispeten tügmedi. Münazaraga kim çıkısı olsa müşahede bir şahsının ismini deyme Leyli Naman Efendi olsa. Çünkü şu torlarda topladı kim muştanda aktif anlasam bu akımız mı naiti bilimlik bir advokatke muşunu mu mesela imza atmanlar depti. Olsa bilen münazara kısak. Arkadaşlar, this is a safe space. Bu diyen bir xatar bir doğru düşettim mi deyim? Bir xatar bir alan, bir xatar bir yer. Tılışıdığın, çişlişidiğin onda iş bulmaydı. Bu ilk nurgulunlar bu Dilyar Musobayni onda pes, onda o bir sekneye çıkış gerek mi deysler. O kadar pes, o kadar influential bombagan, o kadar gereksiz insan olsa hem de o'xshamagan yerlarda chichangshayotganlarni ko'rdik. Demak, bu çocuk mu boş emaskan. Yaxshi ko'ring, yaxshi ko'rmang. Bu yerda bu yerda Dilyar Musobayni maqtig'imi emas, lekin o'rtada var yani. Hamma odam ko'ngili bo'ladi. Nurg'un boshqa manglarni ayrim yozdim. Shu Uyg'ur qurultayini qo'llaydiganlarmi? Demisimi chiqsa bo'pti-ka debchi. Yana bir qatam bo'lsa-mi bir meydanını nimini ko'rsatgan bo'lsa deb yani chiqib qo'ysin, like nothing's gonna happen. Hech kimning yuzi tushib ketmaydi. Leyli Naman apandimning ismini atibdim. Boshqasi, ya'ni mushu timida men xili nimamni ko'rsatgan bor. Cho'qim bir aydınlash kerak, cho'qim bir dialog qurilsin. Yana hammamizning o'rtaq dushmani Xitoy qarindoshlar.
Bo'lgandan keyin bu munozara, tilishib oldigan, o'tkazib oldigan, dav oldigan unda narsa bo'lmaydi. Bu yerda qarshi tarafning fikrini anglash, yana birisi bir masada o'tirib turib anglash. U boshqa, uning nimasi boshqacha bo'ldi qarindoshlar. Shuningga mening haqqimda nima o'ylasanglar, meni maqtab qo'ysanglarmi, parvoyim palak, tillab tushasanglarmi, parvoyim palak. Mening niyatim inshaalloh bu shaklda bir araya kelish, ya'ni biz undaq talash tortish, undaq urushish yetar ya. Ya men keçen ma Uyg'urlarimizning çağın o'tkazish nimasini ko'rib, subhanalloh dedim. Abi yani nereye kadar? Biz nereye kadar uğraşaylı, nereye kadar sokuşaylı? İnşallah mı imza faaliyet mi kutukluk olsun? İnşallah mı bismillah'ın zemin 5. ayda çıkadığan inşallah bu dokulat mı kutukluk olsun? Hemmenlarının projesi kutukluk olsun. İnşallah Xitay'a karşı zarbe bəsun. Benim amin tanrı qarindoshlar. Mening maqsadim bu. Her kimse. Shuningga general rule, birisining fikri sizga azroqlam o'xshamay qolsa, biroqlam rad qilib o'tirgan, boykot qildigan bunday ishni qilmayli. We are living in 2024. Bizning genocide'dan boshqa genocide'lar bo'lyotidi. Ularga duo qilib qo'yaylik. Shuna qarindoshlar, bu uchuq men bilan nadin qanday shaklda aloqalashishni bilsizlar, munoziraga qatnashmoqchi bo'layotganlar, kelinglar men bilan aloqalashinglar. Bo'lsa bay degandek, men belki nim bo'laman. It would be so good, it would be an honor. Men uchun sharaf to'yman. Navoda Leyla Naman efendi masalan anglab qolsa, evet qo'yinglar. Mencha bek yaxshi bo'ldi. Va yoki boshqasi, qurultaydan birisi bo'lsin va yoki kimsa yaxshi bir munozara olib borg'im bormi shaxsan. Bo'ldi, gapni uzatmay qarindoshlar. Kelar qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.